Demak, Istanbul ekomarkazimizga 7 yillik bepushtlik bilan Andijon viloyatidan bemorlar murojaat qilib kelishuvdi. Tekshirib ko'rganimizda ayol kishida jiddiy tuxumdon zaxirasining pasayganligi, shu bilan birgalikda xo'jayinning urug'ining sifatining juda yomonligini ko'rgandik. Bu muammolarni ko'rganimizdan keyin ushbu juftlikka eko amaliyot qilishni tavsiya bergan edik. Demak, bemorimizni eslatib o'taman, morfologiyasi birni ko'rsatib turibdi, Kryuger bo'yicha. Demak, bemorimizdan 7 ta a'lo sifatli tuxum hujayralarini yig'ib oldik. Ushbu tuxum hujayralarni urug'lantirganimizda 4 ta a'lo sifatli embrionlar paydo bo'lgan va ushbu 4 ta a'lo sifatli embrionlarning faqatgina ikkitasi 5-kungacha yetib bordi. Ushbu 2 embrionni bachadonimizga qo'yganimizda yaxshi natijalarni oldik. Demak, ushbu natijalarni hozir bemorimizga aytib o'tamiz. Urug'lantirdik, eko amaliyotini qildik. Amaliyotini qilganimizdan keyin muborak bo'lsin. Ilk urinishda homilador Allah bergen nimetim, tugadi musibetim, Peygamberge ümmetim, bana canım. Kızım ya oğlum mısan, toldurdun bahrım mısan? Bugün tavsiye qildi bordi. Endi analab Allohyu sabab bo'lmashibdi. Davo topdi, shifo topdi. Mana Xudoga shukr, mashalarni bog'iga shukr.